Tashi bu videoni olib tugatib bo'lgandan keyin bolalar aytishdi, zo'r videoga oldingiz, faqat kamera artmadingiz deyishdi. Instagram orqali million prosmotr urishda yoki Instagramni bilib, undan pul topishda professionallik qanchalik muhim? Hozir men sizlarga aynan mana shu video haqida qisqacha tushuntirib beraman. Nima uchun arqa fonim chiroyli, lekin men telefonda videoga olyapman. Ko'rishlaring mumkin. Bizda hamma yorug'li chiroqlari va kerakli uskunalar bor, qo'limizda kompyuter, mikrofon ham bor, professional kamera ham bor. Lekin men aynan telefonda olyapman. Bunga misol men sizga tushuntirib bermoqchimanki, professionallik har doim ham muhim emas. To'g'ri, professionallik sizni qimmat chekda sotishingizga, ya'ni qimmat narxda ishlashingizga juda katta ta'sir qiladi. Katta kompaniyalar qo'yadi, faqat kamerada olinadigan videolar so'rashadi sizdan mutaxassislar. Lekin har doim ham yaxshi prosmotr urishda yoki qimmat narxga ishlashda professionallik muhim emas. Ya'ni bu professionallik, professional kamera, professional sharoit. Lekin o'zingizni bilimingiz professional bo'lsa, siz men o'ylaymanki $1000, $2000, $3000, $10000gacha bemalol o'z xizmatlaringizni sotishingiz mumkin. Million prosmotr urish, ko'proq odamlarni jalb qilish, ko'proq obunachi yig'ish uchun ham professional kameralar hamma narsa bo'lsa zo'r, lekin birinchi darajali emas, o'ta ideallikni kutmang. Ya'ni perfeksionizm, aynan shu haqida Instagramga video chiqargandim. Aynan professional bo'lishi, o'ta ideal bo'lishini kutib, ko'pchilik o'z blogini yuritmaydi, ko'pchilik Instagramni o'rganmaydi, biron bir sohaga kirib kelmaydi. Kimdir aytadi, Instagramni o'rgan, yoki SMMni o'rgan, yoki videografiya, mobilografiya, shunga o'xshagan soha istalganini o'rgan desa, o'qishim tugab olsin, kanikulga chiqib olay, yoki institut bitirib olay, yoki qanaqadir telefon olib olay, keyin o'rganaman deb turib, ideallikni kutib yashashadi va bu sizni va bizni hozirgi kunda eng og'riqli muammolardan biri, natijaga chiqishimizga eng katta to'sqinlik qilib turgan narsalardan biri. Bu xoh sportda bo'lsin, istalgan narsa ideal bo'lishini kutmang, hozirroq boshlang. Bunga misol mana shu video bo'la oladi deb umid qilaman. Sizlarga qisqacha motivatsiya bo'lishi uchun mana shunaqangi sharoit bo'lsa ham, men aynan bitta telefonning o'zida mikrofonni ulamagan holatda video olib sizlarga ko'rsatib beryapman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Bundan oldingi videolarimizni ko'ring. Inshaalloh sizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, yanada go'shtli videolar, foydali videolar chiqishini xohlasangiz, albatta like bosib obuna bo'ling. Tashi bu videoni olib tugatib bo'lgandan keyin bolalar aytishdi, zo'r videoga oldingiz, faqat kamera artmadingiz deyishdi. Men aynan perfeksionizm haqida, ideal bo'lmasligi, har doim ham ideal bo'lishga shart emasligi, ideal bo'lish, har safar ideal bo'lish imkonsizligi uchun mana shu videoni kamera artilmagan holatda olinganini qo'yaman. Muhimi foydaliligi va kerakliligi.